terapiyasi bolalarimizni mana shu chavandozlikka o'rgatish maqsadida, undan tashqari yurishga moyilligi bo'lgan bolalarni harakatlarini yaxshilash maqsadida terapiyasiga olib kelamiz. Bu bolalarimizni qo'rquvlarini, tonuslarini pasaytiradi. Abdumutallibov Abdulboriy emaklarda o'tirardi. Bu bolamizni terapiyasiga olib kelib, 2 yil mobaynida shug'ullandik. Hozirda 10-15 qadam mustaqil qadam tashlayapti. Maqsadimiz keyingi oylardan mana shunday natijaga erishayotgan nogironligi bo'lgan bolalarni ot sportiga jalb qilish, adaptiv ot sportini rivojlantirish, nafaqat respublika bo'lsa Osiyo, jahon chempionatlariga ham chiqishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz va xolos.